Hürmetli vatandaş, leksiyonu başlayımız. Su ekili olmaptı geçirin. Adam, unutup kalır. Bugün çizlağa 2021 yıl 1 ayının 8. günü. Endiki mavzumunda sizler haberdar bundan. Şundak bolsun men aziz sizler bizler özara bir-birimizga yetkizip bu oyundan ahiri qanday chiqadi. Çünkü bu her bir Uyg'urning beshig'i kelayotgan kun bo'lib qoladi vatandaş. Mavzumunda Uyg'urlarni vaksinaga tegishemdi. Beijing Türkiye'den Uyg'urlarni o'tkazib berish shartnomasini tasdiqlashga zo'r bo'ldi. Beijing Türkiye'ni Uyg'urlarni o'tkazib berish shartnomasini tasdiqlashga zo'rlayapti. Mavzuli xabar 1 ayning 7 kun Tayvan Merkezi Agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Xabarlarda bunday ko'rsatildi. İqtisod va siyosatdan uyon qilishi bo'yicha Turkiya Jungodan vaksina setib olishni qaror qildi. Hamda Jungo taraf bilan suhbatlashib Uyg'urlarni Jungoga o'tkazib berish badaliga Jungodan vaksina tegishib olmoqchi bo'ldi. Hozir dam olayotgan Turkiya parlamenti 2 oyda Jungoning fikriga agishib Uyg'urlarni o'tkazib berish shartnomasini tasdiqlaydigan bo'ldi. O'rta Sharq xabarlari to'g'ri 1 ayning 6 kuni bunda xabar qildi. Turkiyada o'qituvchi partiya parlament a'zosi Jungo vaksinasining Turkiyaga yetib kelishimi? Turkiyaga yetib kelishi bilan Jungo Turkiya o'rtasida imzolangan Uyg'urlarni o'tkazib berish shartnomasini tasdiqlashni bir-birisiga bog'lab qo'ydi. Türk til sistemasida so'zlashadigan Uyg'urlar irq, til, dini e'tiqod jihati Turkiya bilan zich munosabatlik bo'lib, ular Uyg'urlar Jungo Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida siyosiy ziyonkashlikka uchragan. Bu ish Turkiya jamiyatida sezgar masala edi. Türkiye Uyg'urlarning Jungoning ziyonkashlik qilishida qochib panohlanadigan joyi deb qaraladı. Mo'lcharlashga qaraganda 50 ming nafar Uyg'ur hozir Turkiyada yashayotdi. Turkiya Jungodan Wuhan virusi deb ataladigan vaksina setib olmoqchi bo'ldi. Lekin mal topshirish vaqtini keyniga kechiktirib Jungo ve insaniyatni Jungo vaksina yetkazib berishni bahona qilib Türkiye hükümetini Türkiye Jungo Uyg'urlarni o'tkazib berish shartnomasiga imzo qo'yishga tasdiqlashga zo'rladi. Türkiye Sayya ministri Fahrettin Hoca 2020 yılı 11 ayının 25 günü Jungo'nun pen texnikasini güllendirish havale meblağ biyologiya cheklik şirketi bilan 50 milyon şişe Wuhan virusi vaksinasi setib olish to'xtami tuzganligini hamda o'tgan yil 12 ayning 11 kunidan boshlab Turkiyada vaksina uradiganligini e'lon qilgan edi. 2020 yil 12 ayning 10 kuni yana mundaq dedi. Jungo dastlabda yo'llab beradigan vaksina 3-4 kun ichida yetib keladi. Tajribaxonada 2 hafta baholanadi. Shu yili 2020 yili 12 ayning oxiridan burun avval tibbiy xodimlarga vaksina urildigan bo'ldi. Undan keyin vaksina urishni 2021 yilning boshlariga qadar davomlashtirdigan bo'ldi. 2020 yıl 12 ayının 24 günü Fahrettin Hoca aniq qilib bundaq ko'rsatgan.
Dəstəbdə yollab berdiğən 200 min şişe vaksina 12. ayının 27. günü keşte Cungudun yötkep 28. günü Türkiye'ye yetip geldi. Lekin ötken yılı 12. ayının 27. günü keşte yana haber yazılıp 28. günü Türkiye'ye yetip geldiğin Cungu'nun Wuhan virusu vaksinisi Beijing tamojnisi da Wuhan juqumluq virusu bayqalğanlıqdan 1-2 gün keçikip yetip geldiğin boldu. Tünci qitim yetip geldiğin vaksina ahire 2020 yıl 12. ayının 30. günü səhərdə Ankara'ya yetip geldi.